hurmatli tadbirkorlar, mana bugun yig'ilishimizdan maqsad Turon bankda mavjud kredit mahsulotlari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bizda Turon bank o'z mablag'lari hisobidan va jalb qilingan mablag'lar xorijiy mamlakatlardan, xorijiy banklardan jalb qilingan mablag'lar hisobidan kreditlar berib boriladi. Ular qanday tartibda beriladi? Masalan, o'z mablag'lari hisobidan maqsadli va maqsadsiz kreditlarimiz mavjud. Maqsadli kreditlarimiz asosiy vosita sotib olish uchun va aylanma mablag'larni to'ldirish uchun kreditlar berib boriladi. Qolaversa, maqsadsiz kreditlar ham tadbirkorlikni endi boshlagan, endi faoliyat yuritayotgan xususiy tadbirkorlar, mazkur cheklangan jamiyatlar, oilaviy korxonalar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga maqsadsiz kreditlar ham berib boriladi. Maqsadsiz kreditlarimizda biri bo'lgan Welcome nomli bank mahsulotimiz tadbirkorlikni endigina boshlagan, kechagina faoliyatini yuritib, bugun kreditga ariza bergan tadbirkorlarga ham berib boriladi. Bu shartlar qanaqa desak, 50 million so'mgacha bo'lgan, 3 yilgacha bo'lgan muddatga o'sha imtiyozli davr bilan 2799% ustav haq to'lash sharti bilan ajratib boriladi. Uni berish tartibi qanaqa bo'ladi? Kreditni 5 tamoyil bo'lgan maqsadli degan tamoyil o'rganilmaydi. Ta'minot uchun esa sug'urta tashkilotining sug'urta qarzning qaytmaslik xatarli sug'urta polisi bilan ta'minlanadi.